Stellining hujumlaridan mohirlik bilan chetlab o'tdik. Endilikda bizning yo'nalishimiz Janubiy Amerika. Ilm-fanni vaqti keldi. Bu safar yashirin omisollar. Vedor, Karama, Zenko bu qizdan chaqirganda paydo bo'ldi. Nima bo'lganda ham hammasini menga ayt, yordamga tayyorman. Aqlimizni birlashtirsak, maqsadga yetamiz. U yerda tosh davrini nima uchun boshlanganligini bilib olamiz. Zenodan tashqari hammasini otib tashlaydi. Taslim bo'lish hech qachon, faqat oldinga. Ilm-fanni tezligi bilan dushmanni ortda qoldiramiz. Mototsikllarda Janubiy Amerikani kesib o'tamiz. Tosh davri boshlangan joyi o'z ko'zimiz bilan ko'ramiz. Ilm-fan qirolligi yagona jamoa sifatida harakat qiladi. Kapitan Stelli bu o'yinda faqat g'alaba uchun kelgan. Shundoq qilib, bir zarba beramiz Stanley jamoasiga. Bu safar rostdan ham uchamiz. Hal qiluvchi jang Amazonning yuragida. Bu yer tosh muqaddasligi. Bu joy yurakni hayajonga soladi. Bu dushman dahshatli, lekin go'zallik bilan o'ralgan.